Assalomu alaykum. Bugun biz 344 modeldagi Face terminalimizni aktivatsiya jarayoni bilan tanishib chiqamiz. Xo'p, aktivatsiya jarayonida bizga ko'rib turganingizdek Wi-Fi orqali mana tochka dostuplar bilan ulansangiz bo'ladi va keyingisi switch to local active. Local active'da qanday kiramiz? Biz local active'ga xohlagan kodimiz, ya'ni ustakalar uchun bo'layotganligi uchun istagan kodingizni qo'yib olishingiz mumkin. Masalan, men bugun mana bunday qilaylik. Test 2026 bo'la qolsin. Test 2026 davom ettiramiz. Xo'p, biz kerakli tilni tanlab olamiz. Bu yerda inglizcha, turkcha, ruscha, fransuzcha, umuman sizga qaysi qulay bo'lsa, shunda tanlab olamiz. Biz ruskiyda tanlaymiz. Ko'proq nastroykalarni rus tilida qilganligimiz uchun. Xo'p. Bu qayta tiklash uchun email adres, ya'ni qanday? Bu qayta tiklanuvchi email adres. Bu o'chib ketgandan keyin rezervni qayta tiklash, ya'ni вопрос, biz вопросlardan foydalanamiz. Xo'p. Vash первая работа. Bunga shunchaki bir oddiyroq вопросlarda foydalanib javobiga uncha qiyin bo'lmagan masalan bir qo'yib ketishingiz yoki o'zingiz xohlagan savollarni tanlab ketishingiz mumkin. Xo'p, bu yerda set orqalimi, Wi-Fi orqalimi deyapti. Wi-Fi agar simsiz yetib kelsa Wi-Fi orqali ham, bizda lekin Wi-Fi simsiz ham ishlaydi, setda ham ishlaydi. Biz buni setda qilib ko'ramiz. Xo'p, DCP, bu yerda DCP bu IP-larga nima deydi? IP-larni berish imkonini beradi. Biz buni qo'lda qilib ola qolamiz. Eng tinch yo'li bu qo'lda IP berib chiqish. IP node 64 ekan. Biz bunga 210 IP ni beramiz. Balandroq IP berishni biz tavsiya qilamiz har doim, chunki balandroq IP da joylar ancha yetarli va nima deydi? Chiqib ketish holatlari kuzatilmaydi. Xo'p, 1 Shilozimiz 1 u sizning rotoringizga qarab 1 10 100 110 u rotor beradigan IP-larga qarab ketaveradi. Xo'p, dostуп hikkaniki, ya'ni hikkaniki dostуп beramizmi? Albatta, biz hikkaniki dostуп beramiz. Biz bu joyda masalan kerakli parol, soddaroq parol qo'yishni tavsiya qilaman. Shifrovanli parolga biz 7 ta qo'yib qolamiz. Chunki ancha sodda va tushunarli. Xo'p. Сохранить изображение out, сохранить зарегистрированный пик. Загрузка изображения. Biz hammasini tanlab qo'ya qoldik. Xo'p, сотрудник 1. Видите, imya bu yerda odam qo'shish. Masalan, biz odamni ismi. Men o'zimning ismimni kirib qo'ya qoldim. Deb, face yoki karta deyapti. Biz face orqali o'tamiz. Mana face orqali. Bo'ldi, face orqali o'tdik. Face yondi va davom etamiz. Bu qismda mana Diyorbek ko'rishingiz mumkin, ochishi mumkin. Xo'p, buni nastroykasiga mana bu bosib tursangiz, yonga yoqqa bu yoqqa shilzitlaydi, o'sha joydan chiqadi va keyingisi bu masalan odam qo'shish. Bu odam qo'shish qanday? Mana bu joydan plyus turib, nechtadir odam mana bu yerga сотрудник 2, imya, litso, karta, masalan kartalar qo'shish mumkin. Xo'p, bu yerda administratorni yoqib qo'ysangiz, men masalan administratorni yoqilsa, siz administrator sifatida kira olasiz. Ya'ni-da hozir menda administratorni yo'q, chunki men administrator sifatida o'zim kirdim. Xo'p, bu joyda xohlaganingizcha nastroyka qilib olishingiz mumkin odamlarni qo'shish davomida odamlarni. Xo'p, access control bu yerdan xo'p, вручную aktivatsiya, autentikatsiya sekundlarini qo'ysangiz bo'ladi. Xo'p, shifrovanniy kartalarni qo'ysangiz bo'ladi, autentikatsiya rezultat. Xo'p, bu yerdan personalniy pin kodlarini ishlatsa bo'lar ekan. Men hali sinab ko'rmadim. Shuning uchun men indamay qoldirib qolaman. Hali ko'p qismini bu terminalimizni o'zim ham sinab ko'rmaganman. Xo'p, sistemada qanday? Sistemada связь, bazaviy nastroyka, biometriya. Bizga asosan biometriya kerak va biz uni уровенini to'g'rilab qo'yishimiz kerak. Xo'p. Bu distansiya распознавание bu qanday narsa? Bu xohlagan joydan hozir biz avtoda o'tib turibdi, undan 3 metr uzoqdan o'tsak ham yuzimizni taniy olsa, bemalol ochib yuboradi. Biz buni 0.5 1 metrga qo'yib qo'yishimiz mumkin. Ya'ni yarim metr yoki 1 metr masofada turganimizda faqatgina yuzimizni aniqlaydi. Biz buni eng kichkina 0.5 distansiyaga qo'yib qolamiz. Chunki uncha katta masofa shart emas. Sizga vaziyatingizga qarab 1 metr yoki undan yuqoriroq yoki avto rejimlarni tanlashingiz mumkin. Biz 0.5 metr bizga yetarlicha. Xo'p. Настройка ekran rejim, bu настройка ekran rejimda siz rejimlarni tanlash yoki nimadirlarni qo'shish mumkin. Xo'p. Bu yerda Moskvada ham kelsa ham taniydi. Ya'ni shu maylarimiz yoni svet.
Bu yerda Wi-Fi set qanday? Hekkanlik orqali ruxsati bormi? Albatta hekkanlikka biz ruxsat berdik. Mana bu joydan biz hekkanlik ilovasiga ulab olishimiz mumkin va mana bu skaner kodni skanerlash orqali biz hekkanlik ilovasidan olishimiz mumkin. Xo'p. Keyingisi deyarli bizga boshqa qismlar kerak bo'lmaydi. Asosan mana shu hekkanlik hamda Wi-Fi. Masalan, Wi-Fi ni tarqatib qo'ysangiz, o'zidan Wi-Fi qabul qila oladi. Biz hozir provodnoy setda mana shu IP larda turibmiz. Buni esa xohlagancha o'zgartirib, o'zlaringiz routerga qarab kerakli IP larni berasiz va men sizga yuqoriroqlarini tavsiya qilib qolaman. 100 va undan yuqori. Bu настройка. Garchnik klavish, tema autentikatsiya yoki prostoy rejim. Bu prostoy rejim qanday? Prostoy rejim bu shunchaki reklama rejimi, unda yuzingiz ko'rsatilmaydi va shunchaki o'tkazib yuboriladi. Ya'ni yuzingizni o'zi tanib qola qoladi. Autentikatsiya bu yuzingizni ham ekranda ko'rsatib turadi. Parol, qirq-kod, vizit hamma narsa ishladik. Kamda vizit hozir bizda ulanmagan, ya'ni monitorlarga bu ulanmagan va настройка qilinmagan. Xo'p, bu joylar bo'ldi. Keyingisi bazaviy настройка. Bazaviy настройкада asosan biz soatlarini, ya'ni o'zimizga kerakli bo'lgan ancha ko'p qismni настройка qilishimiz mumkin. Masalan, настройка времени. Bu joydan keraklicha soatlarni to'g'irlab olamiz. Bugun 10-avgust soat 9dan 11 daqiqa o'tdi. Biz buni shunchaki 1 daqiqa oldinroqqa ko'tarib qo'ya qolamiz, chunki o'zi nechadir soniyalar va unga nisbatan to'g'ri bo'lib ketaveradi. Xo'p, Desti letniy vremaga, ya'ni vremaga o'zi moslashaveradi. Bu kun davomida o'zi bemalol ishlatsangiz bo'ladi bu funksiyalarni ham. Vibra yoziq russkiy. Xo'p. Zadniy nomer kvartiralar ular kirgizish shart emas, chunki sizda ko'pincha shu joylarda turadi va mana bu joyda 60 Hz yoki undan yuqoriroq Hz, 60 va 50 Hz larda qabul qila oladi. Xo'p, bu yerda qism yoki nimalarni qo'yish mumkin? Изображение на лицо, сотрудников, bular masalan shunga qarab qo'yib ketaverasizlar. Kerakli настройка bu qismini uncha o'zim ham hali o'rganib chiqa olmaganman. Buni ustozim bilan birgalikda ham o'rganib chiqaman. Xo'p, bu joydan громкость голосовойni 10 ga qo'yib qo'yishimiz mumkin. Ya'ni bu gaplashganingizda gromka beradi va balandroq ovoz chiqaradi. Xo'p, parol. Siz albatta bu устройствоga parol qo'yishingiz mumkin. Ya'ni men boshida qo'ygan test 2026 singari. Xo'p, kontrol вопрос. Bu yerda kontrolniy вопрос, men boya qo'ygan kontrolniy вопрослаrim bu joydan to'g'irlash mumkin. Bu joydan esa elektronniy pochta, ya'ni elektron pochtaga kirgizib olib qo'yish mumkin. Xo'sh, hozircha men bilganlarim shular. Bu joydan настройка ko'rib chiqdik. Hozircha men bilganlarim shular. Odam qo'shish va shularni qisqacha ko'rsatmoqchiman. Yana qaysi qismlar qolib ketdi. Aslida bu joydan siz настройкаlarni zibros qilish, qurilmani o'chirib yoqish, обновление qilish yoki заводской настройкаga tushirib tashlash. Xo'p, bu baza данных. Bu yerda flashka karta qo'yilsa, bu baza данныхni o'zi yig'a oladigan terminal hisoblangani uchun bemalol bu yerda o'ziga flashga ketadi va o'ziga flashga qo'yib bemalol sinab ko'rsa bo'ladi. Xo'p, keyingisi bu yerda platforma, ручной, ручной и автоматический. Bu yerda bu joyni o'zim ham to'g'risi tushunmayman. Menda ham hozircha bor bilimlarim shular. Qolganini esa nasib qilsa professionalroq o'rganib chiqqanimdan so'ng yana professionalroq videolar joylashga harakat qilamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Video manfaatli bo'ldi degan umiddamiz.